Shakarsiz ikkinchi kun challenge'imni davom ettiraman. Hop, bugun shakarli mahsulotlar iste'mol qilmadim, lekin alternativ topdim. Ungacha o'zimni qilishim yaxshi edi. Ya'ni hech qanaqa kechadagi charchashlar bo'lmadi. Полный xayol shakarda bo'lmadi. Masalan, kecha 24 soat shakar o'ylagan bo'lsam, nima yesam ekan, kerakmi, kerak emasmi degan xayolim umuman bo'lmadi-da. Bugun yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'zimni his qildim, yaxshi o'tkazib oldim kunimni va alternativ sifatida papa pirojnoye oldim. Papa Napoleon bilan papa kartoshka. Menga juda ham yoqdi ta'mi. Lekin saharzaменитель papa kartoshkada juda ham bilinib qoldi. Men yomon ko'raman saharzaменительlarni. Kommentariyamga qizlar yozishgan, steviyani ichib ko'rsangizchi, yeb ko'rsangizchi, ishlatib ko'rsangizchi deyishgan. To'g'risi, men saharzaменитель shunaqa yomon ko'raman. Ko'nglim saharzaменитель уже men bittada bilaman. Качественный bo'lsa ham, некачественный bo'lsa ham. Chunki planimda yo'q saharzaменитель ishlatish. Va papa Napoleon juda ham yoqdi. Va kofe ichdim, bir chashka, без сахара и без frima. Hech qanaqa qo'shimchalarsiz, o'sha achuro qilib. Men juda ham yaxshi ko'raman achu kofeni. Maslahat beraman, shunchaki kofeni o'zini ichishi, shakar qo'shmasdan. Xo'p, nimaga o'zim bu challenge boshladim? Men o'zi ozish uchun boshlamadim. Bu shakar semirtiradi degan tushunchani bilmadim-ku. Shakar har xil keraksiz yog'larni paydo qiladi deb o'ylayman. Va shunaqa eshitganman va qorindagi pressda tagidagi частini shakar ishiradi. Ya'ni shakardan ko'p holida shakardan bo'ladi yoki mышцаларni zaifligidan. Men ikkala usulni ham, ya'ni o'zimning sog'lig'im uchun sinab ko'rmoqchiman va shakarsiz hayot bu сосредоточиться qilishingizni yaxshilaydi, fikrlashlaringizni, ishingiz unumdorligini va hayot tarzingizni juda ham yaxshilaydi. Shakar hozir shunaqa fakt chiqyapti, teoriya chiqyapti. Shakar zarar emas, zararli ham emas. Ko'ramiz, menga qanaqa ta'sir qilar ekan. Shunaqa o'tdi va challenge'imga ham qo'shiling.